Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Güzel ahlak ölçmez bir tema. Çünkü güzel ahlak kişiler arasında her vakit özünün kıymetli ekanligini ispatlap kelgan. Peygamber aleyhisselamның özünün avatilish g'oyasini güzel ahlak deb e'lon qilgan ashu kundan buyon musulmonlar güzel ahlakka alohida e'tibor berib keldi. Gap so'z, yurish-turish, kishilik munosabat, ilm setim, hatto da'vat va jihodlarida ko'rsatgan bu ahlak o'rnaklari bugun har vaqt va har zaman ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Güzel ahlak bilan nurg'un millatlar va nurg'un qavmlar islomni so'ygan ve İslam bilen müşerref bo'lgan bo'lsa, shu güzel ahlak bilen yana musulmonlar o'zaro ijil inoq ve ittifoqlikni saqlash orqali ming yillar mobaynida islomning izzat bilen tik turishiga vesile bo'ldi. Shu sababdan musulmonlar bu temada dunyodagi har qanday din, millat, ideya sohiblarining ustozi hisoblanadi. Nimish qadamsiz? Chunki boshqa millatlarning axloq o'lchimi zamonning o'zgarishiga ergishib o'zgarib ketishi mumkin, ammo musulmonlardagi güzel ahlak qiyomat kunigacha davom qiladigan islomning himoyasi ostida mangu o'zgarmaydi ve qimmatini asla yo'qotmaydi. İslam olimlari ichida islomni aqida, ibodat, axloqdan iborat 3 qismga bo'lib tushuntirganlar bo'lib, islom mana shu 3 parchadan tuzilgan deb qarg'an vaqtimizda güzel axloqning islom dinimizdagi o'rnining ne kadar yuqori ekanligini ko'rib olamiz. Güzel axloq aqida va ibodatning sirtqi ta'siri sifatida bizning kishiligimizni barpo qiladi. Bir odam sog'lom aqida sohibi bo'lib, ibodatlarini joyida ado qila olishi mumkin. Ammo bu odam o'zining kishiligini yaratishda, boshqalar bilan munosabat o'rnatishda, o'zi ve ailesi bilen musulmonlar jamiyatida bir kishilik o'rnini tepib yashashda mag'lub bo'lishi mumkin. Chunki bu odamda o'sha e'tiqodi va ibodatni talab qilayotgan go'zal axloq topilmaydi. U namoz o'qiydi, ammo musulmon qarindoshlariga rahim qilmaydi. Zakot beradi, ammo savdo tijoratlarda yolg'on so'zlaydi. Qur'onni nihoyat go'zal o'qiydi, ammo o'qigan shu Qur'onni go'zal axloqi bilan hayotiga tatbiqlamaydi. Sirti shundoq muloyim va axloqli, ammo oilasiga zulm qiladi, bolalarga mehr muhabbat bilan qaramaydi. Peygamberimizning oilasiga yaxshi muomala qiladigan kishi eng yaxshi musulmon degan ta'limotini unutib qoladi. Hasad, shaxsiyatchilik, manmanchilik, kuranglik, takabburlik, boshqalarni ko'zga ilmaslik, musulmonning yuz obro'yini to'kish qatorliq islom axloqining qizil siziqlariga rioya qilmaydi. Qani aytib baqinglarchi, bu ahvol bizning e'tiqodimiz, bizning iymonimizning taqozzosimi? Yaxshi bir musulmon bo'lish namoz va zakotdan iboratmi? Mana bular biz o'zimizdan bu ulug' kunlarda hisob elib boqadigan muhim temalardır. Dua ijobat bo'ladigan bu ulug' oyda Rabbimizga tavba qilib yig'lab oladigan masalalarimizning biridir. Ulug' Alloh hammamizga o'zi rozi bo'ladigan go'zal axloq ato qilsin. Go'zal axloq ato qilgandan keyin bizni uningdan mahrum qilmasin. Iymonimiz, islomimiz bilan hayotimizni texmi nurlantirishga nasib qilsin. Rabbimizdan kelgandir nusrat, musulmonlar aziz bo'lgan ash oxiri hammasi rahmat, Rahmanimiz razı bulgan